Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'latov YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli chorva qo'y ishqibozlari. Bugun 2025-yilning 27-sentyabr sanasida shanba kunida biz Navoiy viloyati Navbahor tumanida Beshrabot mahallasida, ya'ni o'zimizni, chorvalarimizni, qo'ylarimizni bir video qilib qo'yaylik degan demak umidda sizlarga ham ushbu videomizni ilinyapmiz. Xudo xohlasa bu qo'ylarimiz bo'yicha qisqagina ma'lumot beradigan bo'lsak, dastavval 25-yilni aprel oyida bu qo'ylarimizni olganmiz. Hammasini demak bir joyga 1.300.000 so'mdan biz Cho'pon bobo bilan kelishib, demak qari sovuqlarni olamiz, go'sht yo'nalishda boqamiz degan maqsadda olgandik aslida. Demak, olib kelganimizdan keyin yemladik. Natija ko'rib turganingizdek zo'r bo'ldi. 3-4 oy yem yegandan keyin qo'ylarimizni demak bahorgi yunglarini olib, qirqim qilib yemlarini berganimizda juda ham bir zo'r bo'lib yetilgandan keyin qarasak qo'ylarimiz unchalik qarimas ekan. Qarilarni ichidan ayirib 10-15 tasini sotdikda va hali 3-4 marta tug'ib berishga loyiq bo'lgan 17 ta qo'yni xudo xolasa bularning ichidan ayirib olib, mana ayni vaqtda yaqin 20 kuncha bo'lib qoldi. Bu yog'i hamma joy dala-dashta o'tlar pishib, tutlar pishib, qolaversa mana sholi dalalari o'rilib, hamma joy bepul yem bo'lib qoldi. Bularni qo'ldan yem berishni to'xtatganmiz. Makka yorma edi, kepak, bug'doy yorma. Shunaqa qilib 3-4 oydan beri boqib yurdik. Yana qarangki, qarib 15 kun, 20 kundan beri shunaqangi demak daladan boqyapmiz. Daladan yemga teng bo'lgan kaloriyali demak o't-o'lanlar bilan oziqlanyapti. Demak, qo'ylarimizga biz yaqinda demak aytaylik 4 ta qo'chqor qo'shdik. Bundan oldin ham orada 1 kun 2 kunga sotishga qadar 1 kun 2 kun bularning ichida qo'chqor yurgan. Balkim bularning ichida bo'g'ozlari ham bordir. Mana bunaqangi qorin tashlab qolganlari ham bor. Balkim tug'sa 1 oyda yoki 2 oyda aytaylik tug'ib qolish ehtimoli ham bor. Nasib bo'lsa inshaalloh karim. Kuzgi qirqimlarni qilib oldik. Ana 17 ta qo'yimizni demak yunglarini olib, xudo xohlasa oraga mana 4 ta qo'chqor qo'shdik deb aytdik. Qarang, mana bu dummasda oqi bor qo'chqarchani yaqinda oldik. Ularga qo'shish maqsadida 4,5 million so'mga olindi ana shu qo'chqor. 4,5 million so'mga. Juda ham sho'x, haqiqatda qo'chqor deyishga arziydigan sho'x ekan. Yana bitta sherigi bordi, uni 4 millionga olgandik. U qayerga ketib qoldi? Ayni vaqtda mana ichkaridami deyman. Ana bu ichkini naryoqdagi qo'chqarchamiz 4 millionga olindi. Demak, xudo xohlasa qo'ylarni sotmaganimizdan asosiy maqsad bularni nasib bo'lsa bir tug'dirib olib va qo'zilarini ko'paytirib olib inshaalloh ana undan keyin ko'ramiz qani qari sog'liqni aytaylik boqib ko'proq daromad qilish mumkinmi yoki aytaylik tug'dirtirib, ko'paytirib ko'proq daromad qilish mumkinmi? O'shani ham qaysidir ma'noda bir eksperiment tariqasida bizni hovlimizda qo'y bo'lsa bo'ldi. Bizda qo'y bu baraka. Jannatdan tushgan Allohning biz insonlar uchun bergan hadyasi. Orada bitta ona bola echkicha ham bor. Bularni olganimizga ham bir 2 oycha bo'lib qoldi. 1.700.000 so'mga ona bolani olganmiz. Xo'sh, qo'ylarimizni Xudoga shukr yunglarini olganimizdan keyin ham juda bir kayfiyatimiz yaxshi bo'ldi. Sababiki badanlari yomon emas. Yem yegan qo'yga haqiqatda o'xshab turibdi. Badanda jiri bor, sog'lom va baquvvat deydi-ku. Mana shunday qilib azizlar, biz qo'ylarimizni mana aylantirib yuribmiz. Mana bu qo'yimiz
shu yil bahorni boshi bilan 3 ta tug'gandi. Ana hozirda 17 ta xudo xohlasa qo'ylarimiz bo'ladigan bo'lsa, bularga qo'chqor qo'shdik. Nasib bo'lsa 5 oydirki, 6 oydirki Alloh taolo beraman desa 17 ta qo'ydan 17 ta qo'zi agar ol qulimni berib yuborsa balkim 20 tadan oshib ketar. Sababki o'sha cho'pon buvamizning aytishlariga qaraganda bu qo'ylarimiz ichida 1-2 ta egiz tug'iydiganlari ham bor ekan, xudo xohlasa. Bizda ana shunaqangi gaplar, azizlar. Alloh taolo kasb-u kamolotimizga barakalarni nasib aylasin. Bu sholi maydon azizlar, adashmasam 10 gektar, 17 gektardan oshiqroq yerda sholi ekilgandi. Xullas azizlar, sholi o'rildi. Tegirmondan o'tkazish maqsadida demak Xorazmga yo'naltirildi. Ana endi qolgan paxollari esa sekin press qilinish taraddudi boshlab yuborilgan. 10 gektar yer maydoni bo'ladigan bo'lsa, taxminan 3 dan biri demak press qilib bo'lingan. Presslarning kattaligi unchalik yomon emas, mana adashmasam. Xo'p, 70 desam kichkina 80lik press. Demak, bu ayni vaqtda 7000 so'mdan sotilyapti. Ko'proq olganlarga 6000 so'mdan qilib berilar ekan. Adashmasam 3000 ta sholi press bor. Balkim 5000 dan ham berish mumkin. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, videomizni boshida aytib o'tdik. Bu presslar, ya'ni sholi paxollari Navoiy viloyati Navbahor tumani Beshrobod mahallasida. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, fermerni nomerini bering desanglar, yozib qo'yishim mumkin kommentariyada. Demak, Alloh taolo kasb kamolotimizga barakalarni nasib aylasin. Chorvachilik, dehqonchiliklarimizni barakasidan ko'proq ihson, ko'proq zakot beruvchi saxiy bandalar qatoriga yaratgan sizu bizni ham qo'shsin. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar.